Audi Quattro Q8 mashinasi haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Manfaatli video bo'ladi. Buni obshivkasini yechilishini bitta tushuntirib o'taman. Obshivkasini yechilishi mana bu yerda bitta звездочка bo'ladi, mana bu yerda bitta звездочка bo'ladi, ruchkani tagida bitta звездочка bo'ladi. Obshivkani qo'ygandan keyin bitta ko'rsataman. Uni yechganingizdan keyin mexanizmlarni yechish uchun mana bularni yechib olasizlar, kolonkani yechasizlar. Buni orqasiga davutchi qo'ysanglar ham bo'ladi. Davutchi qo'yganda simlarni mana bu yerdan olib qilib, zamok заводской ichidan tros qo'yiladi. Mana davutchi qo'yilgan bunga. Davutchi mana shu qo'yasiz. Davutchi qo'llanadigan plus minus bo'ladi har doim, plus minus. Bunda bor mana, постоянный коричневый minus bo'ladi, qizil plus bo'ladi. Ular qo'yasizlar. Biz ham bunga hozir uстановка qilib bermadik. Uстановка qilib bersak ham bo'ladi. Turli xildagi mashinalarga shu YouTube kanalimizda bor. Подписка bosib qo'yinglar. Buni предохранитель bor, предохранительni qoldirasizlar. Mana bu yerda переходный bo'ladi, bir-biriga ulangan shteker bo'ladi. O'sha shtekerini buzib turib, bir-biriga ulab qo'yganinglar yaxshi. Foydali bo'ladi, sababi o'rtada kontakt bo'lmay qolyapti. Motorchi ishlaganda naguzka отказ qilyapti. Shularni xuddi shunaqa qilib ketma-ketlikda bilasizlar, xudo xolasa davotchi ishlaydi. Zamoklari oddiy, bu mashinalar ham sodda mashina. Mana salonlari, xudo xolasa boshqa xizmatlar bo'lsa ham, boshqa turdagi mashinalarni ham bitta-bitta tushuntirib o'tib ketamiz. Bitta davotchigini tekshiramiz endi. Zazorlari ideal. Xudo xolasa mana bu yoqlari ishlayapti o'zi. O'zi tegi bo'lmaydi bunda. Tegi bo'lmaydi. Obshivkani yechganingizdan keyin orasiga podushka qo'yib turib tortsanglar, kilsalari xudo xolasa obshivkasida qoladi. Buni o'zida kuzda xuddi shunaqa mana temirlari bor. Qiziqarli, foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bitta video chiqarib boramiz. Salomat bo'linglar, joningiz sog' bo'lsin. Obshivkasi haqida ozgina ma'lumot berib ketaman. Klipsalari joyida turibdi, ko'rishingiz mumkin. Tak mana bu yerga tros ulanadi. Mana bu yerga kallasidagi temiri, mana bu qotadigan joylari. Tak bitta dona shtekeri bor. Mana shu holida tiqiladi. Shundoq to'shaqqa tushadi keyin bu. Mana shu bitta dona shteker. Mana bu yoqqa tushadi shteker. Mana zamokka shilchoki bo'ladi mana. Bitta dona mana shu ikkita qulog'i ilinadi. Mana kalsosi mana yoqqa tushadi. Mana bu shilchok tushadi ikkita. Mana shu shteker. Tak. Buni yig'ilishi tushdi. Shtekerimiz. Mana bu yoqqa mana bu ham bo'ldi. Xudo xolasa hal. Hammasini yopdik, bitta tekshiramiz, qarab olamiz. Obshivkani tiqib olamiz. Obshivkani tiqayotganda mana bu tepada not tushadi mana bu yerda. O'shanga e'tibor beringlar, bo'lmasa mana bu sinib ketadi. Mana rezinkalarni ilib olish kerak mana bu yerdagi quloqlari. Endi men hozir hamma videoga o'zim ishlayotganim uchun sal noqulayroq bo'lyapti. Podsetkalar ham yondi.
Tak, apishkani qo'ygandan keyin mana bu yerda bitta звездочка bor, mana bu yerda bitta bor. Mana bu yoqda bitta bo'ladi. Bo'ldi, shularni yechsanglar. Mana buni chiqarishda ehtiyot bo'linglar. Mana bu narsasi shu turadi. Mana bu yerdan chiqarmaylar, mana bizdan oldin mana bu yerda chiqarishgan. Bu Koreyani mashinasi. Shu yerda xizmat ko'rsatilgan bunda. Mana shundan tiqilgan. Maslahat beraman. Plasmas klipsada mana bu yerdan tiqishi. Tegidan. Mana bunaqa plasmas klipsada. Mana turib, chiqarib olasizlar.